Yodga olsam yoshlik chog'imni, ko'z oldimga kelar maktabim. Qadrdonim, sinfdoshlarni sog'inganda entikar qalbim. Jambil Jabayev maktabin biz 25 yil avval bitirdik. O'zbek, qozoq, tojik millatin o'g'il qizi birga o'qirdik. Toifasi oliy ustozlar berar edi bizlarga saboq. Shu ustozlar sabab tanidik qora qaysi va qaysi rang oq. Ko'tardilar erkaligimiz, urushmadi sho'xliklar qilsak, quvonardi ular chunonam savollarni javobin bilsak. Yaxshi ta'lim, tarbiya olib, har birimiz topdik yo'limiz. Allohimga ming bora shukr, hatto oyga yetar qo'limiz. Mana bugun shu yigit qizlar va ustozlar bo'ldik birga jam. Allohimning buyurishida oramizda ba'zilari kam. Qolganlarning tani sog' bo'lsin, bo'lsin deyman jonlari omon. 25 yil o'tsa hamki maktab davrim yodimda hamon. Yoshlikdagi beboshligimiz ko'z oldimdan sira ketmaydi. Barchasini birma-bir aytsam, bilamanki bir kun yetmaydi. Bizlar edik ahil va inoq, ilk sevgini maktabda tuydik. Kimdir havas, yana kimlardir bir-birimiz haqiqiy suydik. Sevgisiga sodiq qolganlar mana hatto turmush ham qurgan, pok muhabbat mevasi bo'lgan, o'g'il va qiz farzandlar ko'rgan. O'qidik biz a'lo bahoga, ustozlarning mehnati sabab, bilganlarin o'rgatdi bizga, intizomni qildilar talab. Ming shukrki sinfdoshlarim hayotda o'z yo'lini topgan, ozi emas ko'pchiligining baxti kulib omadi chopgan. Yaratganim nasib aylasa, uchrashaylik yana ko'p yillar. Kaminangiz Ergashev Sherzod barchangizga omonlik tilar.
Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar. Bugun Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani 12-maktabni bitirib 2000-yil bitiruvchilari, albatta 1983-yilgi farzandlaringiz, qizlaringizni mamnuniyat bilan, qarsaklar bilan davlat tuzorlab olamiz. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli onalar. Mana bugun 25 yilga diyorlashib ukalarimiz, singillarimiz, maktab ustozlarimizni ko'rib, o'sha paytlarni eslab, onalar bilasizlar, birinchi muhabbat bo'lib, Xudo xolasa uylanib, bog'chalar qo'l ko'taramiz. Farzandli bo'lib, hozir ajoyib oila. Albatta, hurmatli ustozlar, bu to'polonchi bolalarning ozgina ishlarini aytib qo'ymaslik to'xtamaydi. Biz tilovatsiz boshlagandik. O'tgan ustozlarimiz bo'lgan, sinfdoshlar bor-ku. Shu insonlarni eslab, boshqa ustozlarimizdan yaxshi tilovat bilan boshlasak bo'ladi. Musafiqlardan albatta ustozlarimiz assalomu alaykum. Ustozlarni hozirgi mana shu o'tganlarga marhumlarga tilovat Qur'on qilib darslar qilishni menga topshirgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوما منذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أذقانا فهم مقمحون وعجلنا بأيديهم سدا وخلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة بأجر كريم إنا نخلق في المكتوب قدم والسلام وكل شعر صيده في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون إذ أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهما بالسلس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ادعونا يعلمون إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جل الله وزين حمد سنة رسول السلامة والرسل اللهم نشكرك أنت صابرنا نشكرك qo'l ko'tarib mana shu akalarimiz opalarimiz ustozlarimiz navkarlarimiz singillarimizni duolaridan hosil bo'lgan savoblarini ustozlarga Halilov Muhammad Muso ustozga Sher Muhammedov Habibulloh ustozga Abdurashidova Habiba ustozga Mustayba Hakira ustozga Alimov Jumaboy ustozimizga Usmonov Nishonboy ustozlarga Ashirmatov Abduvali ustozlarga Ashirmatov Abdumalik ustozlarga Nazarbekov Davlat ustozlarga Jangiboyev Asad ustozlarga yana mana shu kalamizni shogirdlarimizni sinfdoshlari bilan o'tgan ular Umataliyev Salim Janpolat Besekov shogirdlarimizga Nazarbekov Ulug'bek shogirdlarimizni ruh paklariga bag'ishladi. Alloh taolo ularni bu dunyoda unutmasdan, xato gunohlarini, kamchiliklarini Alloh o'zi kechirib mag'firat qilsin. Oxiratlarni obod qilsin. Allohning qorong'u yo'llarini nurga bo'lsin. Allohning ruhlar olamida darajasini ko'tarsin. Ular orqasida qolgan farzandlariga, ota-onalariga Alloh sabr taqoz bersin. Allohim ularda mana shu bugun mana shu kalarimiz yaxshi niyat bilan mana bu boshlagan ishlar bor ekan yana bugun boshlagan ishlarni Alloh o'tganlarni ham ruhini shod qilishlariga Alloh madadkor bo'lsin. Alloh niyatlariga
qabul bo'lsin. Ana shu bugun juda katta ta'lim qilyapsizlar. Mana shu ustozlarimiz anchadan beri ko'rgan ustozlarimiz o'tiribdi mana. Shogirdlarimizga rahmat. Mana shu sizlarning bola-chaqalaring, qo'shganlaringni qo'shaqaringlar. Sizlar ham mana shu ustozlaring o'xshab nevara-chevaralar ko'ringlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Mana shu yigit qizlarimizni ham Alloh o'tganlarni ruhxonlarini dargohiga qabul qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohu akbar. Hurmatli shogirdlar, o'quvchilar bilan o'quvchisiga yaxshi yo'nalishlarni eslatasiz. O'quvchilar albatta dunyoga olimlar tarqatan ustoz, haqqiga mol davlat qilmaslik sharaf, meros qolar, bilim, qalam va qog'oz, ularning barchasi ustozlarga emas. Ustozlarga bitta konsert qilamiz. Hozir mana shu ustozlarimizga yigitlarimiz nomidan ajoyib rolik lavhalar tomoshabinlar marhamat yigitlar ko'tarib o'tamiz. Hammani ekranga. Bayballarimdan aylanaylik. Katta yigit bo'lib qolibdi bularning. Esonaman, alaykum assalom. Voy shirin bolalarim. Juda katta bo'lganlar, to'rtlardan o'ychilanib. Assalomu Allahumma anta salam va minkas salam. Mana shu o'tirgan manzillarimiz muborakli bo'lsin, xayrli bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin. Mana shu o'g'illarimni, qizlarimni orzulari o'zlariga doimo hamroh bo'lsin, orzulariga yetishsin. Qalblarini eng ichidagi orzularni Alloh qabul qilsin. Yigitlarimiz yaxshi kuyovlar bo'lsin, qizlarimiz yaxshi kelinlar bo'lsin, borgan joylarda baxtli bo'lsin. Orzularini doimo Alloh o'zi qabul qilsin. Mahallamizning eng yaxshi yigitlari bo'lib, eng yaxshi qizlari bo'lib, mahallarimizga doimo obro' keltirib yurishsin. Mana akalari, opalariga o'xshab maktablarimizni g'ururi bo'lib yurishni Allohdan tilayman. Ilohim, amin. Allohu akbar. Rahmat bolalarim, shuncha chiroyli bolalarim bor. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar mana necha yillar oldin hozir yodimda ham yo'q. Birinchi marta maktabga kelgan vaqtingizda hali yozishni, o'qishni o'rganmagan vaqtingizda siz bilan birgalikda o'qish yozishni o'rganib bordik. O'sha vaqtlar bir yil davomida siz menga har doim mehr-oqibat bilan assalomu alaykum ustoz deb salom berdingiz. Mana bugun men sizga assalomu alaykum o'g'il qizlarim deyman. Sizlar alik olishingizni iltimos qilaman. Va alaykum assalom. Doimo baxtli bo'linglar, doimo omadli bo'linglar, haqiqiy inson bo'linglar. Mana sizlar 5 yillikning munosabati bilan bu yerga yig'ilib o'tiribsizlar, shunaqangi chiroyli bo'lib o'tiribsizlar. Meni ko'zim bilan qarasanglar hali 1-sinfdaysizlar. Mana bu qaldirg'ochlar o'z niyatlariga yetsin. Nima istak, nima niyat bilan shu yerga yig'ilgan bo'lsangiz, orzularingiz amalga oshsin. Iymonli bo'ling, insofli bo'ling, mehr-oqibatli bo'ling. O'qituvchilarni, ota-onalarni, qarindosh urug'larni, birodarlarni doimo mehr-oqibat bilan hurmat qiling. Haqiqiy inson bo'lib yetishingizni tilayman va davringizni ochiq deb yomon qilaman. Bugun
shunaqangi bir chiroyli kechani tashkil qilishlar. Avvalo mana shu kechani tashkillashtirgan yigit qizlarga rahmat. Chunki bunday 1 yillik maktabni bitirgan 5 yilliklar kamdan kam bo'ladigan bu tantana hisoblanadi. Mana shu oraylarda hozir biz ko'rib shunday mana shu yerda o'tirib davrada o'tirib o'ynayotgan yigit qizlarimizni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdikki, ular har bittasi hayotda ancha-muncha o'zini o'rniga ega bo'lgan yigit qizlar ekan. Kimdir farzandli, yana kimdir oliy dargohni bitirib turib ishni boshini tutdi, yana kimdir hayot bo'sag'asida turibdi. Mana shu yigit qizlarimizga ishlarida, o'qishlarida, Xudo xolasa kelajakdagi oilaga baxt tilaymiz. Ular sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. 10 yilliklarda, 20 yil, 25 yil, hatto 50 yilliklarda mana shunday manzilda, mavjudda ustozlar bo'lib o'tiraveraylik. Sizlarga katta rahmat. Doim sog' bo'linglar. Bundan keyingi ishingizda hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizlarga. Sizlar xonadonga. Sizlarni mana ko'rib yana xursand bo'lib ketdik. Iloyo umringlar uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Kelajakda nimaki niyat qilgan bo'lsa o'sha niyatinglarga yetinglar. Mana hozir bu bizni bergan, tarbiya qilgan bilimimizni mahsulini ko'rib turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Demak, Ahmad akaning gapiga qo'shilaman. Birortalar haqida hali birorta shuni bolasi shunday degan yomon so'zni eshitmadik, bundan keyin ham eshitmaylik. Baxtli bo'linglar, kelajak hayotinglar farovon bo'lsin. Nimaki niyat bo'lsa, niyatingizga yetinglar. Albatta ustozlarimiz osiyamiz sevgisiz, hurmatli mehmonlar, Jambul Jabayev haqida bo'lgan savol. Marhamat, tomoshabinlar, ko'rib o'tirasizlar. Жүзбен жүздескен Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ұлы жүздің шапырашты тайпасының Екей руынан шыққан. Арғы аталары дәулетті болғанымен Жамбылдың әкесі Жапа шаруа кісі болған. Кей тарихи деректе жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды кедей болған деген сипаттама кездеседі. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Ұлдан, Жамбылдың атасы Ыстыбайдың ауылы шапқыншылардан қашып жүрген кезде босанған. Яғни ұлт мақтанышы Жамбыл тауының маңында, қазіргі Отар станциясының солтүстік шығысында, Шу өзенінің жоғарғы жағында дүниеге келген. Сөйтіп, баланы таудың құрметіне орай Жамбыл деп атаған. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Бозбала шағынан ортасын ән мен жырға кенелтіп, көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылған. Сол кезде көпшіліктің аузынан түспей жүрген Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның батасын алған. Жыр алыбы Жамбыл туралы бірнеше сіз білмейтін қызықты фактілермен бөлсе отырайық. Жамбыл 10 жасынан бастап қолына домбыра алып, өлең шығара бастаған. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап шығарған жырларының жалпы көлемі 3000 жолдан асады. Жамбыл ата хат танымағандықтан оның әдеби хатшылары болған. Әбділда Тәжібаев, Қапан Сатыбалдин, Қалмұқан Әбдіқадыров, Ғали Орманов, Тайыр Жароков, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұхановтар кезекпен келіп бірге жұмыс істеген. 1913 жылы Романовтар әулеті 300 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бұл тойға Жетісу ақын жыршыларын Жамбыл атамыз бастап барады. Сол кезде Жамбыл атамыз 67 жасында тұңғыш рет фотосуретке түседі. Грузияға Шота Руставелидің «Жолбарыс терсін жамылған батыр» атты поэмасының 750 жылдығына барғанда Шота Руставелидің отбасында кішкентай сәби дүниеге келген екен. Соның есімін Жамбыл деп атапты. Қызырлы қызыл жолбарыс аңыз емес шындық. Ақынның айтуы бойынша бұл жолбарыс оның өзіне ғана көрінеді екен. Аттың үстінде кетіп бара жатқанда иттің бейнесінде, көлікте кетіп бара жатқанда аспандағы бұлттар бейнесінде көрінетін болған. Жамбылдың жанына жолбарыс келіп жантайғанда, оған шабыт келіп, домбырасын қолына алып, гүлдетіп өлең шығара бастаған және шығарған өлеңдерін ұмытпай есінде сақтап отырған екен.
Әлемнің жоғарғы заң шығарушы органдарының депутаттарының арасында жасы ең үлкені болыпты. Мұндай жағдай әлемнің ешбір елінде болмаған. Яғни, ол 92 жасында ең жоғарғы заң шығарушы орган Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болған. 1938 жылы депутат болып сайланған кезде депутаттық сессиялық мандатын өлең жолдарымен ашып тарихта қалған. Жамбыл 3 рет кезекпен үйленген. Бірінші бәйбішесі Момын апа қайтыс болғаннан кейін Талқайрат апаға үйленіп, ол дүниеден озғаннан соң Қанымжан апаны алған. Осы 3 ападан 10 баласы болған. 2 қыз, 8 ұл. 2 ұлы майданда қайтыс болған. Қазір осы балаларынан 100-ден астам ұрпағы бар. Есте сақтау қабілеті өте тамаша болған деседі. 92 жасына дейін оның бірде-бір өлеңдері қағаз бетінде сақталмаған екен. Тек 92 жасында ғана оған хатшылар тағайындалып, қазіргі уақытта 3000-ға жуық өлеңдері қағаз бетіне түскен. Шығармалары 44 тілге аударылып, дүние жүзіне тараған. Ақын қайтар қайтқанынша 5 уақыт намазын қалт жібермеген. Ақын Жамбылдың 2 рет туғаны да, түрлі заманда жасағаны да, өмірінің ең соңғы жылында бүкіл дүние таныған атақ алуы да феномен. Себебін осы күнге дейін ғылым таба алмай қойған деседі. Халықтық жырдың негізінде немесе жыраулар поэзиясының үлгісінде бүгінгі мен өткенді сабақтастыра жырлайтын ақындар сол кезде жоқтың қасы болатын. Жамбыл сол үрдісті қалыптастыра білді. Халық әдебиетін өзінен бұрынғы ақындар шығармаларын ауызша тараған жырдастандарды жатқа білген. Мұхтар Әуезовтің айтуы бойынша миллион жол өлеңді мүдірместен жатқа айтатын болған. Жамбыл Жабайұлы 1945 жылы 22 маусымда сағат 7:55-те қайтыс болды. Өзінің өтініші бойынша үйінің артындағы алма бағында жерленген. Ал едім құрметті ағайлар, апайлар, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Сондықтан осы Жамбыл атамызды естігеннен соң қолыма толы бір домбыра алғым келді. Біреуімізді әуелден қазақша көрсетіңіздер.
ustozlar, hurmatli o'quvchilar, bizga fiziklik atribdi maktabning lug'at ustozi Malahot opamiz mikrofonlarga cho'g'imiz harsaylarga jalb qilsalar, albatta Malahotimizni darsliklari bilan yana o'zbekcha davom etadi. Mana o'sha deganlar ustoz mikrofonni beraman. Rahbar harsaylar siz aylanib boryapsiz o'quvchilaringizga, shogirdlar ustozlarimizga albatta sizni Assalomu alaykum aziz xonadonlar, maktabimiz mehmonlari, xush kelibsizlar maktabimizga. O'zi gapda hech ham hayajonlanmayman, juda ham gapga nimasaman, rahbar bo'lib ustol ketganman-da, lekin bugungi 80-larni bu tadbirini ko'rib hayajonlandim. Sizlarni bunaqanday ahilligingizga, bunday jamoa borligiga, bunday 80-larni ko'rib, sizlarni ko'rib men faxrlanib, qanaqadir hayajonlandim, ham havas qildim. Xush kelibsizlar. Sizlarni bunday tarbiya bergan, bunday ahil qilgan mana shu yerda o'tirgan ustozlarga rahmat aytamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi 25 yillik bayramingiz bilan tabriklayman. Oilaviy baxt, sihat salomatlik, ishlarida omad, o'sayotgan farzandlarning rohatini kamolini rohatlanib ko'rishini tilayman. Bugungi tadbirni tashkil etgan mana shu insonlarga yashayotgan ularga ham juda ham hamda sevlarini yig'ishda boshqa qilishda telefonlashda kamera aloqalashda ularga ham juda ham havasim keldi. Sinfdoshlar ichida mana shunday ilg'or, talabchan sinfdoshlar borligidan men havasim keldi. Ustozlar xush kelibsizlar. Sizlarni yo'linglarni bersin. Maktabimizni duo qilinglar. 12-maktab viloyatda emas, tumanda emas, viloyatda emas, respublikaga chiqishda sizlarning duoyingiz juda ham katta rol o'ynaydi. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. 80-larga bundoq qarab chiqdimda bironta xunuk yo'q ekan. Hammasi chiroyli. Qizlari ham bolalar juda chiroyli. Sababi Alloh suygan bandagina go'zal bo'ladi. Qalbi go'zal insonni yuzi go'zal bo'ladi. Demak, mana shu 80-larning ichida birontasi qalbi xunuk yo'q ekan. Juda ham chiroyli. Qalbi chiroyli bo'lsa, yuzida o'xshab turadi. Qalbi chiroyli insonlarni tanishganimda, mana shu maktabda ishlaganimda faxrlandim. Bugun yana bir rahmat. Xush kelibsizlar, taqdirlar zo'r bo'lsin. Juda ham havas qildim. Ustozlar ta'zimlaman sizlarga. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat ustoz, rahmat, xush kelibsiz. Albatta bizda yana davomiy programmamizda raqsimiz bormi? Raqsimiz. Sovg'amiz beramiz. Maktabga sovg'a bor. Albatta hozir bermasak bo'lmaydi. Sizni ishni olgan rayonga kelgansiz, sizlar albatta bizni o'quvchilarimizdan mana shu maktabni bitirganimiz ozgina bo'lsa ham bizni eslab yuradi deb o'zlari niyat qilishga marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Xush kelibsizlar tadbirimizga. Malohat ta'riflaringizga to'g'risi hammamiz hozir gap yo'q. Gap qo'yganmiz har doim. O'tirgan ustozlarimiz bizni ta'lim tarbiya beruvchi darajaga yetgan har doim bizlar maqtagandek odamlarimiz bor. Bundan keyin shu maktabda o'qib, shu maktabda chiqqanmiz. 12 joyda har doim zo'r bo'lgan. Bundan keyin ham orqamizdan shunaqa bolalar, bizlar ham zo'r bolalar chiqsin. Ministrlar, vazirlar, prezidentgacha chiqsin. Har doim havas qilib
o'sha bolalarimiz, o'quvchilarimiz har doim shu yutuqlarga erishsin. Sizga kattakon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, har doim shunday bosh bo'ling, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Sizga va 80 yoshlar nomidan o'quvchilarimizga, sizga savob uchun yo'llarimiz bor edi. Xudo xolasa, nima deydi? Suvda ichib, o'zini dam oldirib, savob bo'lib kelsa, xursand bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Qarsayda rahmat, Xudoy bo'lsin, Xudoy bo'lsin. Sog'lom zo'r. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar, sinfdoshlar. Bugun siz uchun juda ham qadrli va ulug' kun hisoblanadi. Maktabni bitirganlarga ham 25 yil bo'libdi. Bu chorak asrlik vaqt mobaynida hammanglar o'z yo'lingizdan yurib, hayotda o'z o'rningizni topgansizlar. Ulardan sizlarni oiladan bir inson, ya'ni Sabir Do'stboyev, bizlarning 51 maktabimizda ancha yillardan beri rahbarlik qilyaptilar. Yoshlarga ta'lim-tarbiya beryaptilar. Biz ulardan juda ham faxrlanamiz. Katta rahmat aytamiz. Sizlarning do'stligingizga ko'z tegmasin. Bunaqa mehr-oqibatinglar abadiy bo'lsin. Tabriklaymiz. Мы, ученики средней школы номер 51, пришли поздравить вас с юбилеем. Сегодня прошло ровно 25 лет с момента окончания школы, а вы, наш многоуважаемый директор Сабит Бейсикбаевич и ваши одноклассники по-прежнему красивые и молодые. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, постоянного ощущения счастья, тепла и уюта в ваших домах, а главное, никогда не стареть сердцем. Наш дорогой и уважаемый директор Дусибаев Сабит Бейсикбаевич всю свою жизнь посвящает школе ради ее процветания, повышения авторитета учителей и создания благоприятных условий. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. О дружбе говорить все в мире, но только сами мы не понимаем, что только в жизни. Ведь мы настоящие, верные друзья, чтобы в жизни нашей не случилось. Ведь уверены, мы придем всегда.
Biriylar marklar yetadi. Muhabbatlar sevgisini tashlab ketadi. Maktab chog'larida sevishgan yoshlar bir-birini taqdir etadi. Bizni sinfdoshlar nomidan yana bitta qarsida chalib qo'ysa shu yerda. Hatto sevishganlarni bu o'rnida qo'ysa bo'yin ko'rsatib qo'yamiz. Sinfdoshlar hozirda sahna ko'rish bor. Albatta. O'sha paytda esimiz. Maktab chog'larimiz esimiz. Waalaikumsalam. Bugun darsimizning so'nggi kuni. So'nggi qo'ng'iroq Dorim bolalar. Qani so'nggi qo'ng'iroqlarga kim biladi? Marhamat. Ulug' ilm o'tkazish sizdan mujassam. Turli xil sohadan berasizlar. Uni tinglaganda kichik jism ham yetuk inson kabi o'zga muallim. Yana ikkita she'r bor. Qalam ustida yozuv chizuv o'rgatgan ustoz eslagansiz bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Deydilar dunyoda aziz. Aytdilar ustoz bemor tag'in aytdilarki aziz shubhasiz ustozning qadriga yetolgan inson. Ko'zlarimiz turadi, ko'ngil yig'laydi. Tillarimiz xayrli ketma deydi. Sog'inamiz maktabim, issiq bag'ringni dur ey sinfdosh do'stlarim, ketamiz bizlar. Qaldirg'ochga o'xshagan uchamiz bizlar. Dillarda sog'inish bilan ketamiz bizlar. Ko'zlarimiz yo'lingda sog'inar seni ey sinfdosh do'stlarim ayrildi endi. Quvonchlarimiz cheksiz, biroq ayrimizlar og'irroq. Yuraklarga larza solar har oy so'nggi qo'ng'iroq, eng qo'ng'iroq chala qolgan joningni qayda bo'lsin, esda bo'lsin hayot so'nggi qo'ng'iroq. Barakalla. O'quvchilar shuning bilan bugungi darsni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr-salomat. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Gullagan yoshli chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Qushlar sayrar jonimga payvand, men gullarning bo'yi bilanman. Kuni bo'yi dalada qoldim, dolazorlar ichra yo'qoldim. Sinfdosh. Ha, labbay. Bu gul senga. Rahmat, chiroyli ekan. Senga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Aytaver. Haligi kel yaxshisi shu maktubni o'zing o'qigan. Hammasi shu maktubda yozilgan. Quchoq gullar terganim va keltirib senga berganim. Kechagiday hamon esimda, har soniya har on esimda. Shundan beri qalbimda atir, shundan beri dilimda
to'kilding ko'ngil bog'imda. Sinfdosh, bu maktubni yozishni uzoq o'yladim. Ba'zan dars jarayonida beixtiyor senga tikilib qolaman. Buni sezgan zahoting atrofga xavotir bilan qaraysan va hech kim ko'rmadimikin deb ikkinchi bor ko'zlarimiz to'qnashganda yuzing qo'lingdagi gul kabi qizaradi. Bu meni yuragimga taskin beradi. Demak, u ham menga bee'tibor emas deyman. Bugun jur'at qilib senga dil izhorlarimni yozdim va Yaratgandan seni muhabbatingga erishmoqni so'radim. Nasib etsa, biz baxtli bo'lamiz, ishon. Yillar o'tib bu sahnada yana uchrashganimizda men senga bugungidek bir dona gul emas, muhabbatimiz ramzi sifatida eng katta guldastani sovg'a qilaman. Maktubimga javob yozish shart emas. Endi ko'zlarimiz to'qnash kelganida bilinar bilinmas tabassum qilsang bo'ldi. Mana shu seni roziligingdan nishona bo'ladi. Shundan beri qalbimda ter, shundan beri tilimda ter. Ekulagan yoshli chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. O'sha paytda bir dona gul bergandim. Mana 25 yil o'tdi. Bergan 25 yil oldingi maktubingizdan saqlab yurdim. Mana o'sha maktub yozgan maktubingiz. Qayta davom qiling. Siz bergan gulman ustozlarga siz xohlasa, mana ustozlarga havas qilib, yana shu ustoz bo'lay deb mana ustoz bo'lib xudo xolasa. O'sha ustozlarim bilan birgalikda ishlab kelyapman. O'sha ustozimga bermoqchiman. Rahmat ustozlar.
maktabga 1-sinfga 1963-yil 1-sinfga borganman. Keyin bir oymi o'qiganimizda o tepadagi 15 ovulga borib, bu yerda o'qiganmiz. Maktab 7 yillik bo'lgan. 7 yillik bo'lib, 7 yillikda shu yerda o'qiganmiz. Maktab direktori bo'lib, o'sha paytda Shermuhammedov Habibulla aka kelgan. Masalan, mana degan tepada bir 30 ta xo'jalik, Qozoqovulda bir 40 ta xo'jalik, undan keyin u yerda Muxtorovul degan bor edi, o'tda ham bir 10 ta xo'jalik, shu 15 ovulda ham bir 15 ta xo'jalik, naryoqda Turk mahalla bor edi, Chig'irg'iq tomonda, o'tda ham bir 15 ta mahal, maktab yo'q edi. O'sha hamma qishloqlarga maktab yaqin bo'lsin deb o'sha yerda mo'ljallashgan. 1973-yili men o'zimizni mana shu 12-maktabni Degantepa mahallasida filiali bo'lgan, yordamchi maktab bo'lgan. Lekin o'sha direktorimiz Juma aka bo'lgan. O'shaqa bo'ysuni o'shaqa bo'lganda, o'sha 12-maktabga bo'lgan. Yuqori mahallada dala shiponi bo'lardi. O'sha shiponda 2 xonali sinf bo'lgan, bittasi katta sinf bo'lgan, bittasi kichkina sinf bo'lgan. Oldida terasaga o'xshagan bir ayvoni bo'lgan. O'sha ayvonda o'sha katta bo'lganmiz. Oldimizda bir tutuvlarda mana tut hali ham bor, xudo xolasa. Kesilmagan. Uni oldida bir chuqurlik bo'lardi. Katta bir chuqurlik bo'ladi. O'sha chuqurlikda tushib o'ynab o'sha yerda yurardik tanaffuslarda. Bu maktabda 73, 74, 75, 76, 77-yil o'qiganmiz. 4-sinfgacha. Boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan rahmatli Halilova Mahmud opa, Halilova Nazira opa, keyin Ashirmatova Karim opa, Muhammedova Karim opa va Dujayeva Mavlud opalar ishlashgan. Shu boshlang'ich sinfga dars bergan, 1-sinfdan 4-sinfgacha. 5-sinfdan o'sha katta 12-maktabga qatnashib boshlaganimizda Bo'tla kolxozi yeri bo'lgan, Len yo'li kolxozilarida, kolxozi yerlari bo'lgan. O'shaning orasida bir yo'l bo'lardi, 2 qator tutlar bo'lardi, yonlari. Shu tutlar orasida borib, keyin taxtadan qurilgan, poyezd yo'lga yaqinroq joyda taxtadan qurilgan shiponi bo'lardi. Bu shiponi orasidan o'tib, bahorda loy, qishda qor, etikka borardik. Keyin yechib olib turib, kontramarka pechka bo'lardi o'tda. Arpaga yoqib qo'yardi, issiq qilib. O'sha yerdagi maktab oldidagi mahallada Asar opa degan rahmatli bo'lardi. O'sha u bo'lsa ham bufet ishlatardi. Keyin Sor opa degani bo'lardi. Maktabga ko'p hissasi tekkan, ham u bo'rsaliklarda ham bufet ishlatgan u ham. Temir yo'l yoqasidagi maktab 4 yillik maktab edi. Chunki 4 yil o'qib, biz o'zimizni akalarimizdan bilardikda, To'ytepaga sentrga borib o'qib kelardi. 7 yillik maktabda o'qib kelardi. Ana undan keyin 4 yillik bo'lgandan keyin, ana 56-yildan boshlab 7 yillik maktab bo'lgan. 8 yillik maktab 63-yil bo'lgan. Ana undan keyin 8 yillik bo'ldi, undan keyin 10 yillik bo'ldi, uning orasida 11 yillik ham bir necha yil ham bo'lgan. Men ishlagan davrlarimda 11 yillik ham bo'lgan. Keyin yana 10 yillik bo'ldi. Hozir mana 11 yillik maktab. Shu Jambul Jabayev nomli 12-maktab rasmi turardi, chiroyli hayot yo'li, hammasi yoritilgan bo'lar. She'rlarini yodlab, men o'zim ham yodlaganman she'rlaridan, Jambul Jabayev she'rlaridan. Qozoq xalqini ajoyib bir odami, ajoyib bir zo'r adibi. She'rlarini ko'p o'qirdik, maktabda o'quvchilarimiz ham o'qirdi. Qiyg'ashday ko'zing kuladi ma'g'an, qarag'im kelar mening desag'an, xalqashim janim qiynama meni, sen bo'lsang jalg'iz jurekda arman. O Jabul Jabayevga Men bu yerga kelgan 66-yil keldim. Alima Juma aka direktor edi, shuni ko'rdim. Zavich Abduvali aka zavich edi. Shular qo'lida ishladim. Kunlar kelib Usmonov degan direktor bo'ldi. Nimani o'rniga, Alimovning o'rniga
ishlar, lekin qattiq ish ko'rsatdi Usmonov. Maktabda apartmanlarni, maktab ko'rinishlarini juda ko'p jihozlariga baho berdi, yaxshi ishladi. Ertalab yugurib, sigirni sog'aman. U vaqtda gaz yo'q, o'tga o't yoqib qo'yib, hovli supuraman, o't yoqib, choy tayyorlayman. Undan yugurtirib sigirni orqanlar edim, poyezd atrofiga. Buna Juma akaga ko'zim tushib qolar edi, bog'larning ichida kelayotganlarni. Voy, bo'ldi, maktabga harakatim qilishim kerak deb. Bu yoqdan ham yugurib kelishayotganini ko'rardik. Ko'rinib turar edi ikki tarafda ham yo'llar, yo'lda bolalar. Shosha-pisha bo'ldi, Juma akadan oldinroq kirishim kerak maktabga der edim-da. Shu Juma aka poyezd yo'ldan o'tguncha men uydan chiqib olar edim. Tez tayyor bo'lib, shu Alik Juma akani ko'rmagan odam bo'lib o'tar edim, tera qator bor edi. Maktabga kirar edik-da, shu zivani chalmasdan kirishga harakat qilar edi. Juma aka ham o'zi 5 minut qolganda kelar edi. Yig'ilishlarda aytar edi, lekin sal ertaroq chiqib kerak deb aytib qo'yar edi, rahmatli. Maktabga borsam uyimiz esimizdan chiqib ketar edi. Umuman esimizdan chiqib ketar edi. Uyda non yo'qmi, mol qarash kerakmi? Uyga kelib, deb esimizga tushar edi. O'qituvchilardan Tohir opa degan o'qituvchimiz bor edi. Xudoybek aka bor edi. Mina opa rahmatli bor edi, ona tili adabiyoti o'qituvchisi, meni ustozim edi. Darslarga kirib, menga o'rgatib nima qilardi. Keyin Davlat Ali o'g'illar, Davlat Ali juda ko'p o'qituvchilar bo'lgan. Dushoyeva Nazira opa, Muhammedova Karim opa bilan birga ishlaganmiz. Ashirmatova Karim opa bilan, Ashirmatov Abdumalik aka bilan, ulardan juda ko'p tajribalarni o'rganganman. Shu darajaga yetishimga albatta ularning hissasi juda ham ko'p. Ulardan minnatdorman. O'qituvchi bo'lishimga shu birinchi o'qituvchim Alimov Junobek aka sababchi bo'lgan. U shu kasbga qiziqtirib, ta'lim berish hamma ishdan ko'ra savobi katta deb bizga tushuncha berganlar. O'sha paytda yana xizmatdan oldingi tayyorgarlik bo'ladi-da. O'sha paytda shu 2 yillikka boramiz, biz erkaklik o'zimizni burchimizni, xizmatimizni bajaramiz dedi-da o'sha paytda. Maqsad bo'lardi yigitlarda. Mana shu maktabni bitirganda birinchi o'rinda 2 yil xizmat turardi. Vatanga xizmat, sadoqat, mana shu armiyaga bolalarni tayyor qilib berish edi maqsad. Jismonan, ruhan deymiz, qilib. Ya'ni ota-onani vatanda oldida sadoqatli kuchliligini ana shu yerda. Inson shunaqa narsaki, qiynalmasa hech narsaning qadriga yetmaydi. Qiynalish. Ana shunda topgan nonni har bir narsasi shirin ta'mini biladi. Haqiqiyligini, o'zi mehnat, o'zini nima kuchi bilan erishgan narsa, maqsad bilan erishgan narsa qanday yaxshi narsa. Men shuning uchun shu mana shu ta'lim nimasini yo'nalishini tanlaganman. Bolalarni shu paytda yigit edim, armiyadan kelganman. Bolalarni kechalari, kechqurunlar chiqarib, mana shu yerda shug'ullantirdik vaqt kelganda. Ko'p haligi jismonan deymiz, qo'l jangi, armiyada bo'ladiganlarni nima qiyinchilik bo'lsa, shularga tayyorladim. Shulardan yaxshi o'tsin deb. Bizning davrimizda ilm bilan odob birga olib borilardi. Misol uchun darsni ta'limiy tomoni bor, tarbiyaviy tomoni bor edi. Ta'lim tomoni ta'lim berish, bilim berish, tarbiyaviy tomoni odob berish bo'lardi. Odob har bir darsda albatta ta'limni berib, o'sha ta'limni tarbiyasini, shuni natijasini, mazmun mohiyatini tushuntirib ketardik. Tarbiyasini berib ketardik. Agar tarbiya bilan ta'lim birga olib bormasa, u dars bo'lmaydi. Ta'lim bilan tarbiya birga ketish kerak dars davomida. Чтобы учителем стать, прежде всего, надо любить детей. Если ты не любишь, не надо идти в школу. Когда ты любишь детей, 30 учеников сидят, вы их будете любить. Надо каждого по-разному глаз смотреть. Bu bola uyda sal yaxshi emas, bunga mehr beray. Bu esa erkatoy. Buni qanaqa? Надо по-разному выучить. Вот мы не только педагоги, мы же и психологи. Bolani yaxshi bilib, bolani yaxshi ko'rsangiz, bir ko'z bilan hammaga qarab, xarakter изучать
Mashaqqat bo'lmasa kerak. Я люблю детей любого. Ушках bolalar rosa yaxshi ko'raman. Urishinglar deyman. Давайте ругайтесь. Я говорю, бегать должны. Пусть бегают. Прыгать, они прыгают. Это же дети. Это же дети. Тогда вы терпите на все их приходки, выходки. Вас они будут любить, и вы можете работать. Bizni qo'limizga kelgan o'quvchilar ana shu endi ruchka, qalam, daftar ushlamagan, ranglari bilmaydigan bolalarga bitta to'g'ri chiziqqa tushib yozishini o'rgatish, ularga harflarni o'rgatib o'qitishni o'zi qancha mashaqqat bo'ladi. Endi tabiatan o'zi bolalar ham har xil bo'ladi. Bir xil bolalarga bitta topshiriqni berganingda, bitta gapirganingda tushunib bajarishadi. Bir xillariga 3-4 marta aytish kerak. Kimgadir ko'rsatib o'rgatasan, kimgadir qo'lidan ushlab o'rgatasan. O'zini xarakteridan kelib chiqib, mana shu mashaqqatlari bor. Sharafli joyi mana shu bitirib ketgan, o'zing ta'lim berib bitirgan o'quvchilaring kelajakda o'z o'rnini topsa, hayotda kimgadir kerakli inson bo'lib, bir kasbning egasi bo'lib yurganda, voy falon joyda masalan shunaqa doktor bor ekan, shunaqa inson bor ekan, rosa qo'li gul ekan desa, voy o'shani meni o'quvchimidi deb eslaganimizda mana shunda faxr tuyg'ulari bo'ladi. Shu bizning sinfimiz A sinfi edi. Mana shu A sinfning sinfxonasi o'sha 12-maktabning eski binosi hozir buzilib ketgan. Shu binoga kirganimizda koridordan o'ng tomonga yurganda to'g'ridagi xona bo'lardi va u xonaga o'sha qo'lda yasalgan, taxtadan yasalgan zina bo'lardi. Bitta zina bilan chiqardik. O'sha sinfda yog'och partalar edi. Asosan o'sha men o'zi bolalar partaga o'tirgizgan bo'yi pastroqlarni oldiga o'tirgizishga harakat qilardim. O'sha Xursanoy, Elyorlar shu birinchi partada o'tirgan, eslayman. Keyin Ahror buvisi kelardi, ko'pincha maktabga olib kelardi-da. Keyin mana shu ustozi, mana shu o'g'lim nega oldingi partaga o'tirmaydi deb ko'p gapirardi, e'tiroz bildirardi. Voy bo'y uzunda xola, nevarangizni to'sib qo'yadi orqadagi bolalar. Sen birinchi partada o'tirsin-da, yaxshi o'qiydi meni bolam, yaxshi o'qiydi deb rosa gapirardi-da. 6 yoshdan qabul qilish boshlanganda 83-yilda 6 yoshdan borgan. Tushdan keyin ular bog'chaga o'xshab uxlatib, choy poyini berib, ertalab bulochka bilan sut tarqatarib, shunaqa paytlarim bo'lgan. Ota-onalar navbat bilan olib borib olib kelardik. Haligi joyda uxlardi, bolalar turg'izgan paytda yig'lardi. 6 yoshli bolalar endi kichkina. Ularni uyg'otib olib kelar edik. Meni o'g'lim ham o'sha 83lar bilan o'qigan. Bir kuni kichkina bola, endi aytsam bilmasam, olib kelyapman, qanaqadir kiyimni g'alati-da, nega boshqacha kiyinib olgan deyman, o'ylayman, qarasam, Elyor bilan ikkovini shimi almashib qolibdi. Elyor bilan sal bo'yi kichikroq edi-da. Uni shimi bunga o'tib ikkovi almashib qolibdi-da, endi keyin ertasiga borib qaytadan nima qilib almashtirib, shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Davlat tomonidan ta'minlanardi bufet, davlatning narsalari kelardi. U qo'ldan hech kim pishirib bufetda narsa sotmasdi. Davlatning tayyor mahsulotlarini olib kelib sotilardi. Erali va Rahima bufetchi bo'lib ishlagan, o'sha yerda ishlab, juda haqqoniy, vijdonan bufetchi bo'lib ishlab, necha yil ham obro' topgan. Bolalar juda yaxshi kerakdi, oshpaz opam deb orqasidan yugurib yurardi. Yo'ldosh va Tilla kelib bufetga ishga joylashdi. U ham vijdonan, halol, pok, toza, anaqa hamma narsani toza saqlardi. Juda ham halol, pok ayol edi. 89-yilning kuzida 1-sentyabrda men o'z sender 83-yillar 1-klassga qabullandimlar. Екі ауылның балдары көп болған үшін 2 класс ашылды. A klassda Karim apay aldı, B klassda Barna apay aldı. 2 klassga gruppa açıldı da gruppaga paralelniy gruppa açıldı da gruppani Rayhan apay yetekçilik qildi gruppaga. 2 apay senderdi 4 saat o'qitib, 12dan keyin Rayhan apay qabullab oladi. Men sol kuxnyada senderga общепит жағынан ыстық тамақ берілді senderga. Тегін тамақ. Және мектептің бір үлкен бөлмесі босатылып, сендерге жатақхана әзірленді.
жатақханаларны қатар ағаш кроваттар қойылған, шкафтар, киім жетін және стол стулдар сендердің сабақ орындаулары үшін барлық жағдай жасалды сендерге. Сөйтіп сендер жаңағы неше жылдық мектеп бойынша бірінші параллель класс болдыңдар, әрі жаңа бірінші группа осы сендерге ашылды. Мысалы 12-ге шейін жаңа Кәрим апай мен Барна апай сендерді оқытатын, сосын 12-ден кейін Райхан апайларын сендерді 2 группаны бірге Райхан апай қабылдап алатын. Мен сағат 1-ге сендерге меню бойынша ыстық тамақ әзірлейтінмін. Райхан апай сендердің 2 бір ұл бір қыздан кезекші жіберетін маған, көмекші, жәрдем. Мен жаңағы кесілген нандарымды, шайларымды сендер кезекшілер жаңа столға даярлайтынсыңдар, маған сөйтіп көмектесетін едіңдер. Сөйтіп сағат 1-де ыстық тамақ дайын болады. Райхан апай сендерді қас қатар қылып, қолдарыңды ұстасып, асханаға тамақтануға келетін. Тамақтану болған соң, жаңағы 2 кезекші қыз қалып, тағы да маған босаған ыстар тасуға, кухняға апаруға көмектесетін. Сағат 4-те полдник болатын, оға шейін сендер жаңа жатақханада ұйықтап, үй тапсырмасын орындап, Райхан апайым сендермен жаңа 5-ке шейін шұғылданатын. Сағат 4-те тағы да қас қатар қылып сендерді полдникке әкелетін. Полдникке жеңіл, желпі, тәтті тағамдар, шаймен беретін. Міне сендер 1-ші классы осындай бір жақсы әрекеттермен осындай бір 2 класс бірге қосылып, жақсы бастадыңдар. Маған 1983 yilgi mana shu bular ko'pchilik bo'lgan, boya aytib o'tib ketdim gaplar orasida. Bularni nima desam bo'ladi? Sho'x bolalar bo'lgan. Sho'x edi lekin. Bular yig'ilishlarda ham o'rni bor, ko'pchilik deyim bo'ladi. Lekin qayerda bo'lsa, qayerda haligi yordammi, mehnatmi bo'lsa birinchi o'rinda turadi bular. Bilaman-da. Birinchi o'rinda turardi. To'polonchilikda ham normalniy o'rinda, birinchi o'rinlarda turadi bular. O'qishlari ham yaxshi edi, lekin harakatlari yaxshi edi, yomon emasdi. Men nima deyman, bularni boshqalardan ajralib turgani insoniylik bor edi, tarbiya kuchli. Nima desam bo'ladi? O'g'il bolalar mana birinchi o'rinda ajralib turadi qizlarga qaraganda. Bular ko'pchilik bo'ladi, o'g'il bolalar mana ikkita mahalladan kelardi o'sha paytda. Degantepa, Qaraqo'yli. Hozirgacha bularchi mana unaqa bular. Kek nima desak bo'ladi? Millatga qaramay ekanda bunda do'stlik. To'g'ri gapirdingiz Xoldibek aka. Do'stlik millat tanlamaydi. Mana shu sobiq o'quvchilarimiz millatni emas, o'sha do'stlikni tanlaganliklari uchun hozirgi kungacha ular ahil inoq bo'lib birga hayot kechirishmoqda, bir-biri bilan bordi keldi qilib. Mana shu aziz o'quvchilarimizni 25 yillik bitirish kunlari bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin, hammangizni martabangiz bundan-da ulug' bo'lib, hammaga kerakli inson bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Jahonning shodligi yig'ilsa bugun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Do'st uchun jonini qiladi qalqon, do'stdan yaxshiroq bor hech qachon. Dunyoning shartlari jamolsa, do'stlar jinosa quvonish qayda. Do'st uchun jonini berdiga, do'stdan boshqadan barmoqlaydi. Hech shodi eslardi turoyo. Dunyoning butun sha'ni to'planar sadarki, do'stlarim bo'lishmasidan olamaz evlar. Do'sti uchun jonini etar fida, do'stdan da iysi bormidir shu dunyoda. Hepsi joy olsa, o gelir o sesler. İlk kez Özbek ülkemizde
financial gift like izimiz. Is there anyone better than great to trust? Biz qaysi millat bo'lishimizdan qat'iy nazar shu yo'lda biz ahil do'stlarmiz. Sizga nur yurakda aslagan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim, dilimning to'pida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmay so'zim. G'am bo'lmay bu dunyo turguncha turing, ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring, shogirdlar baxtidan shod masrur yuring, ezgulik yo'lida tolmay so'zim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim, yo'limni yoritgan quyosh deb bildim, tole yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, ezgulik yo'lida tolmay ustozim. Har doim, har vaqtda bo'ling ustozim. O'zbek estradasining yorqin yulduzlari va xizmat ko'rsatganlar. Marhamat. Video ro'yxati. Sinfdosh qiz, qora qosh qiz, bag'ridosh qiz,
Xayrlashib ketayapmiz ko'zda yosh qiz, sinfdosh qiz, qora qosh qiz, bag'ri tosh qiz. Xayrlashib ketayapmiz ko'zda yosh qiz, maktab qoldi ko'p sirlarga guvoh bo'lib, gohi shodlik, gohi qayg'u, g'amga to'lib. İlk uchrashuv hamon mening yodimdadir. Ketayapmiz ko'ngil yig'lab, ko'zlari kulib. Azizlar, aziz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani 12-umumta'limiy maktab bitiruvchilari, sizlarni 25 yillik ajoyib yubiley bilan tantanali tabriklayman. Hammalaringizga sihat salomatlik, kasb-korlaringizga baraka, oilalaringizga totuvlik, farzandlaringizga kamolot tilayman. Yoshlik chog'lari, ayniqsa maktab davrlari bu eng go'zal, eng beg'ubor damlar. Mana shu beg'uborlik sizlarni bog'lab turganidan, mana shu beg'uborlik sizlarni bugun mana 25-bir sanaga bir qanaqadir bir ajoyib bir yubiley davriga olib kelganidan men ham xursandman, sizlarni tabriklaganimdan. Azizlar, hammalaringizga omad tilayman, oilaviy baxt tilayman, kasb-korlaringizga, ijodlaringizga, hamma ishlaringizga yuksak rivoj tilayman. Omadli, baxtli, saodatli bo'linglar. Azizlar, bayram muborak bo'lsin, yubiley muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrdonlar, hurmatli muxlislar, yurtdoshlar. Barchalarni mana shu 25 yillik maktab bitirgan kuninglar bilan tabriklayman. Chilqamimdan hammaning uyda yaxshi to'ylar bo'lsin. Hammaga sihat salomatlik, bolalariga, farzandlariga, nevaralariga, chevaralarga bosh bo'lib yuringlar. Yaxshi to'ylar qilinglar, borib xizmatda bo'linglar. Salom bilan Dilshod Rahmonov. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarga. Assalomu alaykum. O'rta Chirchiq tumanidagi 12-maktab bitiruvchilari va bitirganlariga 25 yil bo'lgan 1983-yilda tug'ilgan ukalarimizga, singillarimizga o'zimning nomimdan, Sherzodbek ukamiz do'stimiz nomlaridan ushbu go'zal kun bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Nafaqat 25 yillik, balki 35 yillik, 50 yillik, 75 yilliklarini nishonlab yurish nasib qilsin. Maktab davrlari juda ham chiroyli, juda ham beg'ubor, juda ham sof va pok niyatli davrlarga tenglashtirsa bo'ladi. Sababi men ham eslasam, yodimda juda ham maktabda qolgan juda ham yoqimli xotiralar bor va maktabdagi do'stlar, sinfdoshlar juda ham vafodor bo'ladi. Ham qizlar, ham o'g'il bolalar juda ham vafodor bo'ladi. Har doim keyingi hayotda ham shunaqa vafodorlik, mehr, oqibat, muhabbat, farovonlik, barakot tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Hammanglarni ushbu go'zal kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Boringlarga shukr, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Masrur Usmonov. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 12-maktab 83-yilda tug'ilgan sinfdoshlari uchun tayyorladik. Chunki bularni mana bitirganiga 25 yil bo'libdi. Maktab deganda eng bolalikning qizg'in damlari, bolalikni haqiqiy yodga soluvchi shirin xotiralar, endi hayotingizdagi eng mazmunlik, eng haligi nima deydi, olovli damlar desa ham bo'ladi. Shuning uchun sinfdoshlar, o'ylaymanki hayotda ko'p do'st topasan, lekin sinfdoshlardaqa do'st topish juda ham qiyin. Barchalarni oqibatli bo'lib, uzoq umr, shunaqa yillarni nishonlab yurishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan G'ayrat Usmonov. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Fursatdan foydalanib O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 12-maktab barcha bitiruvchilarni mana bu yil maktab bitirganlarga mana 25 yil bo'libdi. Chiroyli raqam bo'libdi. Ilohim umringlar uzoq bo'lsin, ahilliklarga ko'z tegmasin. Vaqtinglarga ota-onalar sog' bo'lsin, mana shunaqa qadrdon do'stlar sog' bo'linglar, omad tilab qolamiz. Barcha bitiruvchilarni bugungi so'nggi qo'ng'iroq bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Nima deymiz? Faqat yaxshilik tilab qolamiz hammalarga. Doimo shunaqa ahil bo'lib yurishinglarni tilab qolamiz. Xudo xolasa yana 40 yil, 50 yilga do'stlar, sinfdoshlar uchrashuvlarda Xudo xolasa uchrashish nasib qilsin. Hammalarga bugungi bayram bitiruvchilar kuni bilan 25 yil bilan bayram bilan tabriklaymiz. Hurmat bilan estrada xonandasi Umar Shamsiyev.
Ko'rdilarmi? Sizlarning sinfingizda boya ustoz aytgandek ajoyib o'quvchilar, Sherzod degan o'quvchi, shunaqangi do'stlaringiz bor. Faxrlansangiz. Shuncha narsani tashkillashtirib, ichinglardagi o'sha bolaning beg'ubor damlar o'zinglarga ozgina bo'lsa ham min keldi yoshlar. Bu san'atchi yoshlar, bolalik chiqqan qaytdi, ozgina bo'lsa ham sinfdoshlar. Albatta o'sha paytda bir tashakkurnomalarni olgansizlar, juda ham bir xursand bo'lgansizlar, yaxshi o'qituvchi ustozlarimizni nomidan bir qo'lidan olib tashakkurnoma olgan paytimizda sizlar baxtli inson bo'lmayman, to'g'rimi? Qanday bir oxirgi hozir bizga yana shunday bir tashakkurnomani shunga topshiramiz. Albatta Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi O'rta Chirchiq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi 2000-yilda 12-umumiy o'rta maktabni tamomlab, muvaffaqiyatli tamomlagan. Bugungi 25-lik yubileyni o'tkazayotgan bitiruvchilarning tadbirda faol ishtirokchi qatnashayotgan ishtirokchi uchun albatta tashakkurnoma. Abdumallahov Mirzabek. Vazalay qarsaylar keling. Ustoz nomidan muzika bo'lib turadi. Ozgina fon berib turamiz. Bormi shu yerdami? Abdumallahov Mirzabek. Vaqt o'qimagan tushcha ozgina qiynalib qolamiz. Biz paytimizda shuncha edi ustoz. Shu yerdami o'quvchi? Keyingi sayt o'rsa. Jangil Berdiyev, shunaqami? Jangil Berdiyev Akbarbek. Bormi? Kelinglar. Qarsaylar. Ustoz albatta. Ubaydullayev Erkin Nurken. Said Karimova Jumagul. Tursunbayeva Marjona. Ataboyeva Maliya qizimizga. Rustamova Ominaxon qizimizga. Komilova Mohidul. Qarsaylar. Tabriklar qilamiz. Rustamova Oysha Bibi. Kelajak. Ganiyeva Go'zal qizimizga. Go'zal qizlar. Shokirova Odina qizimizga. Sishayeva Angelina qizimizga. Angelina kel. Ana Mirzabek qaytarib. Shokirova Odina bormi? Shundan. Ikkita qabul bo'ldi. Abdumallahov Mirzabek. Mirzabekga qarsaylar. Ajoyib, omon bo'lsin. Kelajakda sizlarga o'xshagan ustoz bo'lsin. Bilim beradigan, ma'rifat beradigan ustoz bo'lsin. Kelajakda mana shu farzandlar, mana shu diyorning yigitlari, qizlari bizni mana shunaqangi tadbirga ajoyib o'tkazayotgan Sherzodga o'xshagan yigitlarga chiqsa sinfdoshlar, o'quvchilar ko'rdinglarmi? Qanaqangi akalaringiz, opalaringiz shunaqangi maktabimizni, bizni mana shu 12-maktabda o'qiganmizni dunyoga, O'zbekistonimizga tanitib, mana qarang qanchalik
tayyorgarliklar ko'rsatayotgan ustozlaringizga, mashqlarni yetkazgan, bilim bergan ustozlaringizga yana bir bor rahmat aytib, bitta rahmat aytamiz. Kelinglar. Sizlar chaqiramiz. Kelinglar. Nurgan qaydasan? Kel. Tabriklar ishlamiz sizlarga. Rahmat aytib, ustozlarga rahmat aytib. Maktabni bitirmadim bular. Bittimi bular? Bittimi? Bitta. Xudo xolasa mana marhamat. Tabrik so'zi albatta yana 12-maktab lochinlariga. Hemşehriler, bölgeler, endi medimiz barlarınızı tabriklaymiz. 25 yıllık bitirganlaringizga endi sizlarga tabriklar bildiramiz. Xudo xolasa bizdan bujon bitirdik. Sizlarning rahmatingizni tilab, sizlarning yo'llaringizni o'rtatingizga umidimiz. Barlaringizga uzoq umr tilaymiz. Tabriklaymiz, salomat. 25 yillarimiz qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum, kelgan o'qituvchilar, 25 yildan kutlaymiz. Sizlar o'sha bitirdik endi, Xudo xolasa o'sha o'quvlarga kirib, sizlarning orqalaringizdan yurib, katta odam bo'lamiz. Hemşehriler, 25 yıllarınız kutlu olsun. Ömürleriniz uzatmasın, sizlerin haklarınızdan üzülürüz. Alaqsi. Yigitlar bitta narsa esdan chiqmasin. To'g'risi 25 yillik qilgan paytinglarda mana shu sostav, mana shu akalaringizni bir chaqirasizlar o'sha kunga. Bizlar eskidan chiqmasin, mana kamerani aytib qo'yaman. Chaqirsanglar undan ham chiroyli bo'ladi. Albatta 25 yilda kelamiz. Bir esdalikka rasm tushamiz, ustozlar shu joyda o'tiradi. Yigitlar kelamiz, qizlar kelamiz, esdalikka rasm. Bugungi kun endi tarix durustlar, so'ngdan reyseri foto, jant-jantlar, asoslar, qizlarimiz.